O'zini tagalman, qo'chqorman deb yurgan o'tqirlardan ko'ra bitta tushgan bo'lsa ham bo'ribiga yaxshi. Tushungandirsizlar. Bugun biz sizlarga bo'rilar erkaklar ekon, haqiqiy go'shtlik ovqatlar haqida ma'lumot beramiz. To'g'ri Abdurahim tog'a. Haqiqatan ham kafe Sadiyada Uyg'ur hamda o'zbek milliy taomlarining barchasini topish imkoniyati mavjud. Tepat yo'qlaysan shaka. Ayniqsa senga o'xshagan sumsiklar uchun shashlikni 100 ga yaqin turlar bor. Sho'roni bir 10 xil turi bor. Bundan tashqari mantisini sochliligini aytmaysizmi? Eng asosiysi vag'ori bilan jizning zo'ri ham aynan kafe Sadiyada. To'g'ri. Uni ustiga tugmagan barcha go'shtlar qiladi. Lekin menga ayniqsa anavisi yoqadi. Nima u Abdurahim tog'a? Shashlik bor, ana shu yoqadi. Mana shashlik deganingizga o'xshagan, shunday qilsak shashlik ham keladi. Shashlik yoki vo mana. Mana qarang. Siz uchun ruletligidan ham bor. Mana bu file ham bor. Bunisi bilmayman qanaqa, o'shunaqasi ham bor. Bu quyi go'shtdan o'zi kerak. Xullas kalom, oling marhamat. Oling. Unga tegma. Oqanchaki. Sekin yenge. Abi kafega o'tirganlar nima deb o'ylaydi? Tavba qildim. Yaxshi ishga yo'q. Endi bordim, masjidda yo'mayman Abdurahim tog'a. Sekin yetib qolib qolasiz. Bilam o'zimcha. Hurmatli buxoroliklar, mazza qilib oila davrasiga yaqinlar bilan, jiralar bilan, ulpatlar bilan o'tirishni tinchgina muzika eshitib, tayp qilib ovqatlanishni xohlasangizda, Sharq birda joylashgan Sadiya restoraniga kutasizlar. Eng qiziqidan 21-martdan boshlab Navro'zda har kecha bir jonli ijroga gumbaraqasar qo'shiqlar bo'ladi. Mazza qilib ana shu taomlardan ovqatlanishlar mumkin bo'ladi. Murojaat uchun pastga nomerlarni qo'ydiramiz. Alo desangizda qolgan joyni tushuntiradilar. Eng muhimi, Abdurahim tog'aga o'xshagan tanishlaringiz bo'lsa, uyga tashlab kelinglar. Bo'lmasa menga o'xshab hech narsa yomay qolasizlar. Sadiya kafening taomlari shunaqa zo'rki, yegan sari ishtahang ochiladi. Sizlarni kutamiz.